Muhammad alayhissalom. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom otalarining ismi Abdulloh, onalari esa Omina bint Vaqtdir. Omina Quraysh qabilasining obro'li oilalaridan edi. Omina payg'ambarimizga homilador bo'lgach, ko'p o'tmasdan Abdulloh savdo ishlari bilan Madina, ya'ni Yasribga borganida tog'a diyorida vafot etib, o'sha yerga dafn etiladi. O'shanda u kishi 25 yoshda edi. Homila vaqti soati yetgach, Ominaning ko'zi yoridi. Bu tavallud mashhur fil yilining 9 yoki 12-si Rabiul avval oyida dushanba kuni ro'y berdi. Omina payg'ambarimizning bobolari Abdul Muttalibga bu xush xabarni yetkazish uchun elchi yubordi. U kishi bu xabarni eshitib benihoya xursand bo'lib yetib keldi. Allohning ko'ngliga solgan ilhomi bilan yangi mavludga Muhammad deb nom qo'ydi. Bu ism bundan avval arablar orasida iste'molda bo'lmagan edi. Arablar odatlariga ko'ra yangi tug'ilgan chaqaloqlarni sog'lom o'sishlari, aql zakovatli bo'lishlari uchun shahar tashqarisiga emizadigan ayollarga berib yuborishardi. Shu odatga ko'ra payg'ambarimizni birinchi Suvayba, keyinchalik Halima-i Saadiya degan ayol emizdi. Halimaning oilasi kambag'allikda hayot kechirardi. Muhammadni emizishga olib kelgach, uning sharofatidan oiladagi ahvol yaxshilanib, qo'y echkilarining sutlari serob bo'lib ketdi. Muhammad to 5 yoshga yetguncha Halima-i Saadiya oilasida bo'ldi. So'ngra uni onasiga qaytardilar. Muhammad 6 yoshga yetganida onasi Omina uni Yasrib, ya'ni Madinaga tog'alarini ko'rishga hamda erining qabrini ziyorat qilish maqsadida o'zi bilan birga olib boradi. Xodimasi Ayman ular bilan birga edi. Madinada 1 oy turishgach, uylariga Makkaga qaytdilar. Yo'lda Abvo degan joyga yetishganda Omina kasal bo'lib, shu joyda vafot etadi. Uni shu yerga dafn qilishadi. Onadan ham ajragan 6 yoshli yetim Muhammadni xodima Ayman Makkaga olib qaytadi. Makkada Muhammadni bobosi Abdul Muttalib o'z qaramog'iga olib, unga alohida ahamiyat berib tarbiyalay boshlaydi. Ammo oradan 2 yil o'tgach, bobosi Abdul Muttalib ham vafot etadi. Shundan so'ng amakisi Abu Talib Muhammadni o'z kafolatiga oladi. Abu Talib o'zi kambag'al bo'lganiga qaramay, nihoyatda saxovatli edi. U Muhammadni o'z farzandlaridan ham ortiq sevar, yaxshi ko'rganidan doimo o'zi bilan birga olib yurardi. Muhammad odatdagi yosh bolalar kabi ba'zi nomaqbul ishlarni qilmas hamda o'ta qanoatli farzand edi. Muhammad 12 ga to'lganidan amakisi Abu Talib tijorat bilan Shomga bormoqchi bo'ladi. Muhammad o'z amakisidan ajralishidan benihoyatda g'amgin bo'layotganini ko'rgan Abu Talib unga mehribonlik qilib, o'zi bilan birga Shomga olib ketadi. Karvon Shom yaqinidagi Busro degan yerga yetib boradi.
shu yerda Buhayro ismli rohib yashardi. Bu masihiy olim Muhammadga ko'zi tushgan zahoti o'zlarining nasroniy dinidagi kitoblarida o'qigan ma'lumotlarga asoslanib Muhammadda payg'ambarlik alomatlari borligini sezadi va amakisi Abu Talibga bu farzandni yahudiylar ko'zidan asrashni tavsiya qiladi. Buhayroning so'zlarini eshitgan Abu Talib tezda Muhammadni olib Makkaga qaytib keladi. Muhammad o'z qavmi ichida yaxshi axloqi, to'g'ri so'zligi, halolligi, fahsh va yomon ishlarni qilishdan o'zini saqlaganligi bilan ajralib turardi. Shuning uchun ham uni qavmi amin, ya'ni ishonchli deb atashar edi. Alloh taolo Muhammadni o'z qavmi orasida keng tarqalgan mayda gunohlarni qilishdan ham saqlagan edi. U butga sig'inish kabi yaramas odatni nihoyatda yomon ko'rar edi. Muhammadning yoshi 25 ga to'lgach, Xadicha bint Xuvaylid degan ayolning mollarini olib, savdo qilish uchun Shomga boradi. Bu safarda Muhammad bilan Xadichaning Maysara degan xizmatchisi ham birga edi. Safar chog'ida Maysara Muhammaddagi ayrim xususiyatlarni ko'rib taajjublanadi va qaytgach o'z xo'jayini Xadichaga bularni so'zlab beradi. Buni eshitgan Xadicha savdodan ko'p foyda olib kelgan Muhammadga odam yuborib, o'zini unga turmushga chiqishga rag'bati borligini izhor etadi. Shu vaqtda Xadichaning yoshi 40 da edi.